Hurmatli obunachilar, Tracker LTZ mashinamiz 2023 yılda ishlab chiqarilgan, gum svet, kraskalari toza, 49 ming kilometr yurgan, 4 tane yumshoq balonlari qo'yilgan. Bu mashinamizni 250 milyon, 300 milyon atroflarida sotganmiz. Hozir sizlarga shu mashinani dumzo'r narxda tashlab beraman. Qaranglar, shu mashinamizni sizlarga naq pul bo'lsa 185 million so'm bo'lsa, 185 million so'm bo'lsa beramiz. Avtokredit ham shu bahoga beramiz. Avtokrediti 8 million so'm bilan chiqaradi. Oylik to'lovi 6,5 million so'mdan to'lanadi 5 yilga. Yana yumshoq balonni ko'ringlar. Pokoleniya metan 49 ming kilometr. Kraskalarni любой usta tekshirtiraverasizlar. Garantiya kraskalarini. Asammayz baraka avtoda kutamiz. Bemalol kelaverasizlar. Baholar dumzo'r tashlab turibdi. Obunachilarimiz bunday vaqtida o'rgirib kerak. 185 million so'm Tracker LTZ 2023. Kelaverasizlar, mayz baraka avtoda kutamiz.